أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey Peygamber, öz vaqtida sen atiganda uyingdan chiqib, Uhudda mu'minlarni urush saflariga o'rinlashtirgan eding. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Öz vaqtida sizlardan ikki guruh odam madadkori Allah bo'lgan turuqliq urush maydonidan chekinmoqchi bo'lgan edi. Ammo Allah ularni chekinishdan saqladi. Mu'minlar Allohga tayansin. Ya'ni Allohga ishonch qilib tavakkul qilsin. Badr g'azotida sizlarning kuchinglar ojiz bo'lsa-mu, Alloh sizlarga nusrat ato qildi. Shunga sizlar shukr qilish yuzasidan Allohga taqvolik qilinglar. Ey payg'ambar, o'z vaqtida sen mu'minlarga Rabbinglar sizlarga 3000 farishta tushirib yordam bersa-mu yetmamdi degan eding. Albatta yetadi. Agar chidamchanlik ko'rsatsanglar va taqvodor bo'lsanglar, dushman darhol hujum qilib kelganda Rabbinglar sizlarga alohida belgilik 5000 farishta bilan yordam beradi. Allah uni faqat sizlarga xush xabar bo'lishi va dilinglarning shuning bilan xotirjam bo'lishi uchun shunday qildi. Yordam faqat g'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Alloh tarafidan keladi. Allah yana buni kufrida ching turib olganlarning bir turkumini halok qilish yoki ularni rasvo qilib, ularning umidsiz holda mag'lub bo'lib qaytishi uchun shunday qildi. Ey payg'ambar, bu ish sening ixtiyoringda emas. Allah ularni ya tavbiga muvaffaq qiladi yoki ularni kufrida ching turganligi uchun azobga duchor qiladi. Chunki ular zolimlardir. Osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi Allohningdir. Allah xohlagan kishiga mag'firat qiladi, xohlagan kishiga azob qiladi. Allah nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. Ey iymon etganlar, jazonini qatmuqat oshirib yemanglar. Nijotlikqa erishishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Kofirlar uchun tayyorlangan do'zaxdan saqlaninglar. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Rabbinglarning mag'firatiga erishishga va taqvodorlar uchun tayyorlangan kengligi osmon zamincha keladigan jannatga kirishga oldiranglar. Taqvodorlar bayoshatchilikdimi, qisinchilikdimi Alloh yo'lida pul mal sarf qiladigan, ochiqini basolaydigan, kishilarni kechiralaydigan kishilardir. Taqvodorlar biror cho'ng gunoh qilib qolsa yoki o'zlariga zulm qilib qolsa, darhol Allohni yod etib, gunohlari uchun mag'firat tilaydi. Gunohlarni Allohdan boshqa kim kechiralaydi? Ular qilmishlarini bilib turib davomlashtirmaydi. Ana shularning mukofoti Robbi tarafidan bo'lgan mag'firat va ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlardir. Bu yerlarda ular mangu turadi. Yaxshi ish qilguvchilarning erishadigan mukofoti nima degan yaxshi? Sizlardan ilgari nurg'un ummatlar kelib ketdi. Shunga sizlar yer yuzini kezib, haqiqatni inkor qilguvchilarning oqibatining qanday bo'lganligiga qarab beqinglar. Bu Qur'on insonlarga bayondir. Taqvodorlarga to'g'ri yo'l ko'rsatguchidir va vaz nasihatdir. Agar haqiqiy mu'min bo'lsanglar, iymon bilan ustunlikka erishgan turuqliq, dushmaninglarga qarshi urush qilishdan bo'shib qolmanglar. Uhud g'azotidagi musibat uchun qayg'urmanglar. Agar sizlarga Uhud g'azotida bir talofat yetgan bo'lsa, dushmanlarga mu Badr g'azotida o'xshashli talofat yetgan edi. Bundaq kunlarni insonlar orasida aylantirib turamiz. Bu Allohning haqiqiy iymon etganlarni o'ttirg'a chiqarishi va sizlardan shahidlarni chiqarishi uchundir. Allah zolimlarni yaxshi ko'rmaydi. Bu yana Allohning mu'minlarni gunohlaridan poklashi va kofirlarni halok qilishi uchundir. Ey Muhammad ummati, Allah sizlarning ichinglardan haqiqiy jihad qilganlarni va jihadning jafolariga chidamliq bo'lg'uvchilarni o'ttirg'a chiqarmay turib, sizlar jannatga kirishinglarni o'ylaganmidinglar?
Sizlar o'lim bilan uchrashishdan ilgari uni orzu qilatdinglar. Mana endi uni o'z ko'zinglar bilan ko'rib turibsizlar. Muhammad faqat bir payg'ambardir. Uningdan burunmi ko'plagan payg'ambarlar o'tgan. U vafot bo'lsa yoki o'ldirilsa, sizlar iymondan yenib olamsizlar. Kimki iymonidan yenib oladi ekan, u Allohga qilchi ziyon yetkazolmaydi. Allah shukr qiluvchilarni mukofotlaydi. Hech kishi Allohning irodasisiz o'lmaydi. Allah har bir odamning ajalini vaqti soati bilan tutib etgan. Kimki dunyo manfaatini ko'zlasa, uningga dunyo manfaatidan beramiz. Uning oxiratlikdan nasibasi bo'lmaydi. Kimki oxiratning savobini ko'zlasa, uningga oxiratning savobidan beramiz. Shukr qilguvchilarni mukofotlaymiz. Nurg'un payg'ambarlar bilan ko'pligan o'zini Allohga otib etgan kishilar birlikda jang qildi. Ular Alloh yo'lida yetgan kulfatlar oldida ruhsizlanmadi, bo'shashmadi, bosh egmadi. Allah chidamchanlik ko'rsatganlarni yaxshi ko'rdi. Ular faqat ey Rabbimiz, gunohlarimizni, ketkizib qo'ygan taraflarimizni mag'firat qilgin. Qadamlarimizni jang maydonida mustahkam qilgin. Kafir qavmga qarshi bizga yordam bergin degandan boshqa gapni qilmadi. Shunga Allah ularga dunyoning ne'matlarini va oxiratning yaxshi mukofotini ato qildi. Allah ishni mukammal qilguvchilarni yaxshi ko'rdi. Ey iymon etganlar, agar sizlar kofirlarga itoat qilsanglar, ular sizlarni kufrga qaytarib etadi. Shuning bilan sizlar ziyon tortib qolasizlar. Kofirlar sizlarning madadkoringlar emas, balki Allah sizlarning madadkoringlardir. U yordam qilguvchilarning eng yaxshisidir. Kofirlar Allah ilohligiga hech bir dalil tushirmagan narsalarni Allohga shirik qilib olganligi uchun ularning dillariga qo'rqinch solamiz. Ularning boradigan joyi do'zaxdir. Kofirlikni tanlab o'ziga zulm qilgan bu zolimlarning turar joyi nima degan yomon. Shaksizki sizlar Allohning amri bilan ularni qiriyotgan cheg'inglarda Allah sizlarga qilgan va'dasini amalga oshirgan edi. Allah sizlar arzulagan g'albini ko'rsatgandan keyin bo'shanglik qilib, payg'ambar o'qchi qo'shinga qilgan buyruq to'g'risida talash tartish qilishdinglar. Uningga bo'ysunmadinglar. Ba'zilaringlar dunyoni ko'zildinglar, ba'zilaringlar oxiratni ko'zladinglar. Ondan Allah sinash uchun sizlarni ular bilan elishishdan chekindirdi va sizlarni haqiqatan afu qildi. Allah mu'minlarga marhamat qilg'uchidir. O'z vaqtida payg'ambar sizlarni orqanglardan chaqirib tursa-mu, sizlar hech kimga qaramay qochgan edinglar. Buningdan keyin qo'linglardan ketgan narsaga, beshinglarga kelganlarga qayg'urmasliginglar uchun Allah sizlarni qatmuqat g'amga mubtalo qildi. Ondan ashu g'amdan keyin Allah sizlarga xotirjamlik tushirdiki, bu xotirjamlikdan kelgan mugdak holati sizlarning bir qisminglarni, ya'ni mu'minlarni qoplab olgan edi. Yana bir qismlar, ya'ni munofiqlar o'z g'imi bilan bo'lib qolgan edi. Bular jahiliyat davri kishilariga o'xshash Allohga qarata noto'g'ri qarashda bo'ldi. Ular bizga urushga chiqishda ixtiyor bormidi deydi. Ey payg'ambar, aytqinki, haqiqatan hamma ish Allohning ilkididir. Ular sana oshkora qilmaydigan narsalarni o'z ichida yushirishidi. Ular agar bizda urushga chiqishda ozroq ixtiyor bo'lsa edi, bu yerda o'ldirilmaydiq deydi. Aytqinki, agar sizlar uylaringlarda qolgan taqdirdimi, oranglardagi o'ldirilishib putilib ketganlar cho'qim o'zlarining o'ladigan joyiga borgan bo'ladi. Allohning bunday qilishi ko'nglinglardagini sinash va qalbinglardagi narsalarni tozalash uchundir. Allah ko'ngillardagini to'liq bilguchidir. Uhudda musulmonlar bilan mushriklardan iborat ikki qo'shin bir-biri bilan uchrashgan kunda oranglardagi jangdan chekingan kishilarni ba'zi qilmishlari tufaylidan shayton teyildirdi.
Allah ularni haqiqatan afu qildi. Allah haqiqatan tavba qilguvchilarni nihoyatda mag'firat qilguvchidir. Gunohkorlarni jazolashga oldirab ketmaydigan zotdir. Ey iymon etqanlar, sizlar safarga chiqqan yoki g'azotga chiqqan qarindoshlari haqida ular yenimizda qolgan bo'lsa o'lmaydi va o'ldirilmaydi deyishgan kofirlarni to'g'rimanglar. Allah bu buzuq e'tiqodni ularning dillarida qattiq hasratga aylantirish uchun ularning dillariga soladi. Allah tirildirdi va o'ldirdi. Allah sizlarning qilayotgan ishinglarni ko'rib turg'uchidir. Shubhisizki, agar sizlar Allah yo'lida o'ldirilsanglar yoki o'lsanglar, shuni bilinglarki, sizlarga Allah tarafidan keladigan mag'firat va rahmat albatta ularning to'playdigan dunyosidan yaxshidir. Agar sizlar o'lsanglarmi yoki o'ldirilsanglarmi, cho'qim Allohning dargohiga to'planasizlar. Ey payg'ambar, Allohning rahmati bilan sen ularga siliq muomalada bo'lding. Agar qo'pol, bag'ri qattiq bo'lgan bo'lsang, albatta ular sening atrofingdan tarqalib ketadi. Ularni afu qilgin, ular uchun mag'firat tilegin. İşte ular bilan kengashgin. Ondan bir ishga bel bog'lasang, Allohga tayong'in. Chunki Alloh o'ziga tayong'uvchilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh sizlarga yordam bersa, sizlarni hech kim yengolmaydi. Agar Alloh sizlarga yordam bermasa, uningdan keyin sizlarga kim yordam beradi? Mu'minlar Allohga tayansin.